Toshkent viloyatining Bekobod shahrida 11-sinf o'quvchisi boshqa voyaga yetmagan shaxslar bilan janjal oqibatida pichoqlandi. Bu haqida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Unga ko'ra, joriy yilning 5-mart kuni Bekobod shahrida bir necha voyaga yetmagan shaxslar o'rtasida og'zaki janjal kelib chiqqan. Mojaro davomida ulardan biri oshxona pichog'i bilan jabrlanuvchining o'ng va chap ko'krak qismlariga jarohat yetkazgan. Jabrlanuvchi tibbiyot muassasasiga olib borilgan bo'lsa-da, ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan vafot etgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jabrlanuvchiga pichoq bilan tan jarohati yetkazishda gumonlanayotgan voyaga yetmagan shaxs protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari har tomonlama, to'liq va xolisona o'tkazilishi va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi xabarda.